Obunachilarimiz, texnika bo'lsin, yangisidan, zo'rdan bo'lsin deganmidingiz. Mana sizni zakazingiz Janubiy Koreyadan keldi. Hyundai HW65A so'nggi avlodi, yangicha turbinali dizel motor. Texnikamiz ishlashini bitta ko'ring. Atiga 1600 motochas Janubiy Koreyada ishlagan. Tezligini ko'ring, buni tezligini. Mana bu oddiy avloddan bu ancha kuchaytirilgan tejamkor dvigatel va o'ta baquvvat. Qarang, bu texnikamiz qo'sh ballonli. Bu degani ancha pasatga pasaytirilgan, bu nargilardan ko'ra pastroq, uncha joyga kirib ketadi. Yoniga Cherokee ekskavatorchilar tili bilan aytganda bu munkillaydi, ya'ni yo'q bu yoqqa tashlamaydi, og'ir yuk bilan harakatlanganda boshqada mashinada uncha silkinish bo'lmaydi. Texnikani qarang, jimligini plus plotni yerga o'rnaydi bu. Ishlashda umuman charchatmaydi. Qarang harakatini. Hozir rolda Mavlonjon ustida ko'pchilik taniydigan kuchli ekskavator ustasi. Mana qaychilari bor. Umuman jim. Orqada qarang, nimalargacha bor, противовес veslargacha bor. Juda ham tez harakat, faqat moyka himchiska bo'lgan tormoz sistemasi tekshirilyapti. Shu videoni oxirigacha ko'ring, qanday tekshirishi, mana mahoratli ustidan hisobda mahorat maktabi videosi bo'lyapti bu yerda. Hisobda mana bu lapa vazifasini bajaradi, qo'sh balloni. Atvallari cho'tki holat, hech qanday kraska qilinmadi, faqatgina moyka bo'lgan. Qaychilar ishlashini ko'ring. 1600 atiga bu degani bu texnikalar uchun endi razminka bo'lgan, tongi badan tarbiya bo'lgan desak to'g'ri bo'ladi. O salonni ko'rsataman, salonni ham ancha yorvorgan, motori ham yangicha avlod turbinali. Do'stlar ko'ryapsiz, 360 gradus kameralargacha bor. Videoga like bostiring, oxirida saloni va qo'shimcha ma'lumotlarni aytaman. Obunachilarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Talatnitsa eng qiyin smaska qilish mumkin bo'lgan joylarga alohida sistema qilib tayyor qilgan. Mana ko'shqlargacha toza yangi turibdi. 1600 motochas. Aytganimda bular endi tongi badan tarbiya qilgan, hali bir tayli apkatkadan chiqmagan desam to'g'ri bo'ladi. Saloniga ancha sayqalib berilgan. Mana bu joysticklarni qarang. Juda ham chuvsvitelni ishlangan. Monitori o'sha, lekin bunda programma boshqacha. Gidronasos davleniyasini monitorda aytib turadi. Bu o'z-o'zidan saqlovchi funksiya hisoblanadi. Gidronasos soz ishlashini doimiy ta'minlab tursa bo'ladi. 4 zona konditsioner, salon hali tozalashga ulgurilmagan, asl holatda ko'ryapsiz. Bunda klimat kontrol, obogrev, obduv, preparatsiya, koja, endi salonni yorib olgan sirenalargacha bor. Do'stlar, o'zingizni haydab turgan texnikangizdan nima farqi bor? Kommentariyada fikr mulohazalarni qoldiring. Endi motorni ko'ramiz. Ot kuchi kuchaytirilgan, usilenniy Hyundai zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan dizel injektor turbinali motor, tejamkor va juda ham baquvvat motor. Ichki holatini ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli holatda. 1600 motochas uchun 100% to'g'ri keladigan holat. Shlanglari hamma yo'q o'zi aytib turibdi. Aytganimday, mana bu gidronasosni davleniyasini monitorda kuzatib borish mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Texnika motor qismi ideal holatda. Go fishing, baliq oviga ketdik deb yozilgan Hyundai HW60A yangi avlod pul topar texnikamizni narxi va qiziqtirgan barcha savollarga javobni video pastdagi telefon raqamlaridan olsangiz bo'ladi. Eng yaxshi tomoni ushbu texnikalarning deyarli barcha bitlovchi qismlari Qodirxon ekskavator markazi O'zbekiston bo'ylab filial do'konlaridan xarid qilsangiz bo'ladi. Yana bir ma'lumot, bizdagi barcha texnikalar faqat naqdga sotiladi, variant kredit vifga yo'q. Do'stlar, texnika haqida fikr mulohazalarni kommentarda qoldiring, chunki bizni sahifalarni chinakam mohir ekskavatorchilar kuzatishadi. Videoga like bosib, barcha tanishlarga ulashib qo'ying. Barchangizni O'zbekistondagi eng yirik ekskavator bozorida va Qodirxon ekskavator markazi O'zbekiston bo'ylab do'konlarda kutib qolamiz.